Prostamix barcha erkaklar uchun tavsiya etiladigan energiya manbai bo'lib, Dunyo yangiliklari kanali ushbu mahsulotni 18 yoshdan oshgan erkaklarga tavsiya qiladi. 40 yoshdan keyin esa prostata bezidagi muammolar, shamollash, surunkali prostatit va adenomadan xalos bo'lishda yordam beradi. Turkiyalik urolog Yunus Tur ham bu mahsulotni tavsiya etadi. Sedanachi Muxtor brendidan 50% chegirmaga ega bo'ling. Buyurtma uchun 55 kodi bilan 513 99 99. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Isroil Eronga qarshi urushda kuniga qancha mablag' sarflamoqda? Eron Isroil mojarosida betaraf emasmiz va o'z bilganimizni qilamiz — Hizbulloh. Tramp Eron ikkinchi Liviyaga aylanishidan qo'rqadi. Isroil nega AQShning bunker bombasi bilan Eron yadro poligoniga zarba bermoqchi? Shimoliy Koreya Xitoy tomonga o'nlab ballistik raketa uchirdi. Eron Isroilga yana zarba berdi. Microsoft ofisi yoniga raketa tushdi. KXDR Rossiyaga dron yig'ish uchun 25 ming kishi yubormoqchi. Isroil Eronga qarshi urushda kuniga qancha mablag' sarflamoqda? Eron bilan urush Isroilga kuniga $100 million tushmoqda. Bu esa Yahudiy davlatining uzoq muddatli jangovar harakatlar olib borish qobiliyatini sezilarli darajada cheklashi mumkin. Bu haqda The Wall Street Journal xabar berdi. Xabarga ko'ra, Isroil kuniga $200 million gacha mablag'ni havo mudofaasiga sarflamoqda. Ham zarba berish, ham raketalarni qaytarish uchun ishlatiladigan o'q-dorilar va samolyotlar ham xarajatlarni sezilarli darajada oshiradi. O'sib borayotgan xarajatlar Isroilni mojaro tugashiga undashi mumkin, chunki vayron bo'lgan binolarni tiklashning o'zi kamida $400 million tushishi kutilmoqda. Biroq Yahudiy davlatining urushga sarflayotgan mablag'i bo'yicha prognozlar turlicha. Financial Express nashrining yozishicha, aviazarbalar, parvoz vaqtlari va o'q-dorilar o'z ichiga olgan hujum harakatlarining o'z taxminan $593 million tushadi. Bundan tashqari raketalarni tutib olish va zaxira qo'shinlarini tezda joylashtirish ham mablag' talab etadi. Shundan kelib chiqib, nashr Eron bilan urush Isroilga taxminan kuniga $725 million tushayotganini yozmoqda. Bu raqam faqat bevosita harbiy xarajatlarni qamrab oladi. Eron Isroil mojarosida betaraf emasmiz va o'z bilganimizni qilamiz — Hizbulloh. Hizbulloh yetakchisi Naim Qosim Eron va Isroil o'rtasida davom etayotgan urushga javoban uning guruhi o'zi bilgandek harakat qilishini bildirdi. Bu haqda Al Arabiya xabar berdi. Qosim o'z bayonotida Hizbulloh ikki mintaqaviy qudratli davlat o'rtasidagi mojaroda betaraf emasligini aytdi. U guruh bu shafqatsiz Isroil Amerika tajovuzi oldida o'zi xohlagandek harakat qilishini bildirgan. Zolim Amerika va jinoyatchi Isroil Eron xalqi va Islom inqilobi qo'riqchilari korpusini bo'ysundira olmaydi. Hizbulloh hali ham Eron tomonida turish va unga bu zulmga chek qo'yishga yordam beradigan barcha turdagi yordam ko'rsatishiga tayyor, dedi u. Hizbulloh 2024-yil Isroilga qarshi urushda halokatli yo'qotishlarga uchragandi. Bu urush noyabr oyida o't ochishni to'xtatish kelishuvi bilan yakunlangan. 19-iyun kuni AQShning Suriya bo'yicha maxsus vakili Tom Barr Hizbullohni Eron va Isroil o'rtasidagi urushga aralashmaslikdan ogohlantirgan edi. Bir vaqtning o'zida AQShning Turkiyadagi elchisi bo'lgan Barak Bayrutga birinchi tashrifini amalga oshirmoqda. U bu yerda Livanning yuqori martabali amaldori, jumladan parlament spikeri, Hizbullohning ittifoqchisi Nabih Berri bilan uchrashgan. Prezident Donald Tramp nomidan aytishim mumkinki, bu juda yomon qaror bo'lardi, dedi Barak Berri bilan uchrashuvdan so'ng. Tramp Eron ikkinchi Liviyaga aylanishidan qo'rqadi. NAP AQSh prezidenti Donald Tramp Eronga zarba berishda ehtiyotkor, chunki bu mamlakatda Livan ssenariysi takrorlanishidan qo'rqadi. Bu haqda 19-iyun kuni manbalarga tanib New York Post gazetasi xabar berdi. Ulardan biriga ko'ra, Tramp bu Liviyaga aylanishini istamaydi. Tramp Liviya haqida gapirayotganining ikkita sababi bor. Birinchidan, biz Kaddafiga qilganimizdan keyin boshlangan tartibsizlik. Ikkinchidan, Liviyaga aralashuv Shimoliy Koreya va Eron kabi davlatlar bilan muzokaralar va kelishuvlarni murakkablashtirdi, deydi Trampning Eron va Liviyani solishtirganini shaxsan eshitgan gazeta manbasi. New York Post gazetasining yozishicha, Tramp Eronning Natanz va Fordodagi yadroviy inshootlarga cheklangan zarbalar berishga moyil. Liviya ancha kengroq bombardimon qilindi, bu esa rejim o'zgarishiga olib keldi, dedi gazeta manbalaridan biri. 2011-yilda mamlakat rahbari Muammar Kaddafi ag'darilib o'ldirilganidan buyon Liviya yagona davlat sifatida faoliyat yuritishni to'xtatdi. So'nggi yillarda mamlakat g'arbidagi Tripoli hukumati bilan sharqda Liviya milliy armiyasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan rasmiylar o'rtasida qarama-qarshilik kuzatilgan.
Isroil nega AQShning bunker bombasi bilan Eron yadro poligoniga zarba bermoqchi? AQSh prezidenti Donald Tramp Isroil va Eron o'rtasidagi harbiy ziddiyatlar kuchayib borayotgan bir paytda Qo'shma Shtatlarning harbiy aralashuvi bo'yicha variantlarni ko'rib chiqayotganini aytdi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Tramp kelasi hafta ma'lum bo'lishini ta'kidladi va Eron rasmiylarining muzokaralar olib borishga intilayotganini qo'shimcha qildi. Biroq AQSh rahbari muzokaralar uchun kech bo'lgan bo'lishi mumkinligini ham istisno etmadi. Rasmiylar va mutaxassislar AQShning 13 tonnalik bunker bombasiga Tehron yadro dasturining asosi hisoblangan va tog'da joylashgan Fordo yer osti uranini boyitish zavodini yo'q qilishga qodirligini aytmoqda. Qo'shma Shtatlar B-2 bombardimonchi samolyotlari yordamida yetkazib beriladigan bunday bombalarga ega yagona davlatdir. Agar u Eronga qarshi ishlatilsa, bu AQShning faol aviazarbalar berishini anglatadi. Isroil AQSh ishlab chiqargan GBU-28 va Blue-9 kabi bunker bombalardan foydalanadi. Bu bombalar odatda F-15 kabi qiruvchi samolyotlar orqali tashlanadi. Biroq ular chuqur yer ostidagi nishonlarga, jumladan Eronning Fordo yadro markaziga yetib bora olmaydi. Isroil 2024-yilda Hizbulloh yetakchisi Hasan Nasrullohni Bayrutdagi yer osti shtab-kvartirasida o'ldirish uchun ketma-ket Blue-9 bombalaridan foydalangan. Tehrondan taxminan 95 km janubi-g'arbda joylashgan Eronning Fordo uran boyitish zavodi havo hujumlari va bunker bombalardan himoyalanish uchun tog' yon bag'riga qurilgan. U taxminan 80-90 metr chuqurlikda joylashgan. Fordo inshootining qurilishi taxminan 2006-yilda boshlangan va 2009-yilda ishga tushirilgan. Xuddi shu yili Eron uni rasman tan olgan. 2015-yildagi JESPO nomi bilan tanilgan Eron yadro kelishuviga ko'ra, Eron Fordodagi uranni boyitish ishlarini to'xtatishga va bu joyni ilmiy tadqiqot markaziga aylantirishga rozi bo'lgan. Biroq 2018-yilda AQSh kelishuvdan chiqqanidan so'ng Eron bu obyektda uranni boyitishni qayta boshladi. Mamlakat uning yadro dasturi faqat tinch maqsadlarda ekanini ta'kidlab kelmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Fordo Eron va Rossiyaning yer-havo raketa tizimlari bilan himoyalangan. Ammo Isroilning davom etayotgan hujumlari natijasida bu mudofaa tizimlari allaqachon zarba ostida qolgan bo'lishi mumkin. Shimoliy Koreya Xitoy tomonga o'nlab ballistik raketa uchirdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, raketalar 19-iyun kuni Pxenyan yaqinidagi Sunan shahridagi shimoli-g'arbiy yo'nalishda uchirilgan. Hozircha boshqa tafsilotlar keltirilmayapti. Agentlikning ta'kidlashicha, qo'llanilgan qurol-yarog'lar odatda Janubiy Koreya harbiy kuchlari tomonidan qisqa masofali ballistik raketalar sifatida tasniflanadi. Bundan oldin KXDR rahbari Kim Chen In Shimoliy Koreya harbiylarini urushga tayyor turishga chaqirgan edi. Davlat rahbari Koreya xalq armiyasining 1-gvardiyachi harbiy havo diviziyasiga qarashli aviatsiya polkiga tashrif buyurdi. U yerda Shimoliy Koreya harbiy havo kuchlari aviatsiya bo'linmalarining jangovar mashqlariga rahbarlik qilgan. Mashqlar davomida Shimoliy Koreya rahbarlari havo mudofaa tizimidan vazifalarni bajarish bo'yicha aviatsiya bo'linmalari, zenit raketa qismlari, radar va radioelektron kurash bo'linmalarining ko'nikmalarini sinovdan o'tkazgan. Shuningdek, ular qanotli raketalar va hamkor kamikaze dronlarni yo'q qilishni mashq qilgan. Ta'kidlanishicha, BMT xavfsizlik kengashi qarorlari Shimoliy Koreyaga ballistik raketalardan foydalanishni taqiqlagan. Eron Isroilga yana zarba berdi. Microsoft ofisi yoniga raketa tushdi. 20-iyun kuni ertalab Isroil janubida xavf signali yangradi. Erondan taxminan 3 ta raketa uchirilgan va ulardan biri Microsoft kompaniyasi ofisiga yaqin joyga tushgan. Bu haqda Isroil armiyasi xabar berdi. Hozirgi vaqtda Isroil harbiy havo kuchlari raketalarni yo'q qilish va tahdidni bartaraf etish uchun zarur joylarga zarbalar bermoqda, deyiladi bayonotda. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi raketa uchirilganini tasdiqlagan. Ularga ko'ra, ehtimoliy nishon Nevatim harbiy aviabazasi bo'lgan. U joylashgan Birsheva shahrida xavf signali ishga tushgan. Manbalarga ko'ra, raketalardan biri Microsoft kompaniyasi ofisi yaqiniga tushgan. Keltirilgan zararlar tufayli shaharda temir yo'l stansiyasi ham yopilgan. Hujum oqibatida kamida 18 kishi yaralangan. Ynet portali dastlabki ma'lumotlarga tanib 1 yoki 3 ta raketa uchirilganini xabar qildi. Ular janubiy shahar Birshevada portlagan. Uylarga katta shikast yetgan, avtomobillar yonib ketgan. KXDR Rossiyaga dron yig'ish uchun 25 ming kishi yubormoqchi. Shimoliy Koreya Rossiyaga 25 ming nafargacha fuqarosini dronlar ishlab chiqarish va boshqarishni o'rganish uchun yuborishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Rossiya va G'arbdagi diplomatik manbalarga tanib, Yaponiyaning NHK telekanali xabar berdi. Manbalarga ko'ra, Shimoliy koreyalik ishchilar Tataristonning Elabuga shahrida joylashgan Geran uchuvchisiz uchish apparatini ishlab chiqarish korxonasida o'qitiladi. KXDR Rossiyani dron ishlab chiqarishda qo'llab-quvvatlashni istamoqda. Bungacha Ukraina bosh razvedka boshqarmasi rahbari Budanov Rossiya Shimoliy Koreyaga uzoq masofali zarbali
dronlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda yordam bera boshlaganini ma'lum qilgan. Unga ko'ra, KXDR hududida Garpia va Geran turidagi dronlar ishlab chiqarilishi bo'yicha kelishuvga erishilgan. Bundan Fire dronlar Rossiyaga qayta eksport qilinishi mumkinligini aytgan. Ular Ukraina urushida ishlatiladi. Hozirda Rossiya oyiga taxminan 2000 dona dron ishlab chiqarmoqda, biroq bu raqamni 5000 tagacha oshirishni rejalashtirgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.